sizlar bilan kotlet qilishni boshlaymiz. Bizga bitta tuxum kerak bo'ladi. Tabga ko'ra ziravorlar solamiz. Murch, tuz, qizil paprika, chesnochniy priprava va chesnok ko'zi. 4-5 osh qoshiq panirovanniy suxari, nonni talqoni yokida buxankani yumshoq joylarini ishlatishingiz mumkin. Mayda qilib to'ralgan ukrop va xohishga ko'ra kinza ham qo'shib olishingiz mumkin. 10-20 gram oddiy sut qo'shib o'ramiz. Qizlar, xuddi shu massani o'zidan ham bemalol kotlet qilishingiz mumkin, lekin men hozir добавочный narsalar qo'shaman. Bu yerda menda 2 ta мясорубкаdan chiqqan kartoshka, bitta piyoz va bitta pomidor. Mana shu suvlari bilan birga qo'shib o'ramiz. Massamizni yaxshilab aralashtirib tashab, kotlet holatiga keltirib olamiz. Qo'linglar ozgina namroq bo'lsa, kotlet bilan ishlashingiz osonroq bo'ladi. Tayyor kotletlarimizni unga botirib olamiz. Qizib turgan yog'imizni qizil ko'rchka bo'lguncha qovurib olamiz. Qizlar, kotletlarimizni qovurib bo'lgandan keyin kartoshkani mana bunaqa kesib olib, taxlab chiqasizlar skоворodkaga. O'sha tegadigan ko'rchka bo'lgan kotletlarimizni kartoshkamizni ustiga taxlab chiqamiz. Endi yarim stakancha suv solib, 20 minutga kotletlarimizni dimlab qo'yamiz. Kotletlarimiz ham tayyor bo'ldi. Mana qizlar, hozir kesib ko'rsataman. Ichlarini, yumshoqligini ham ko'rasizlar.